Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 9 noyabr. 9 noyabrda yana video qilib boshladik. Aslida hozir niholchalarimiz haqida gapiramiz. Mana niholchalarimiz balandligi bir 40 santimetrday bor. Ildizi bor niholchalar. Donasi 100 mingdan sotilyapti. Buni ekkanda ham qanday jufti bilan ekilishganda bir dona ekib bo'lmaydi. Ikkita va undan ko'proq ekish mumkin. Chunki bittasini ekkanlarda ham bo'ldi. Boshida tushunmasdan bittalab sotganlarimiz ham bo'ldi. Ular changlanmay ekan. Hosil bermay ekan. Buni egadiganda ham qanday qilib ekilish kerak? Asosan quyosh sevuvchi daraxtda bu. Quyosh tushadigan joyga ekilish kerak. Mana daraxt soyasi yoki teplitsaga yoki devorni soyasi tushib qoladigan joy bo'lmasligi kerak. O'sha uchun quyosh sevuvchi daraxt deyiladi. Birinchi yili suvni yaxshi qabul qiladi. Ikkinchi yilga o'tib suvni ko'p ham qolamaydi. Shu 10 kun, 15 kunlarda bir sug'orsa ham yetaveradi. Mana saraton paytlari ham. Keyin buni shakl berilish kerak. Shakl berishlarni men videoda tushuntirib boraman. Erta bahorda videolar qilib boraman bu haqida. Qanday qilib shakl berilishi. O'zi shaklga ko'p narsa bog'liq. Hosilni ko'paytirish ham shaklga bog'liq degan. Buni indamasdan qo'yib qo'ysangiz bu 3,5 metrgacha o'sishi mumkin. 3,5 metr kerak emas baland o'sgan. Shu sizga 1,5-2 metr bo'lsin balandligi yetar. Shuni hosili ham, shuni bir anosi ham, shakli ham. Aslan qalamchadan ko'paytirishga, buni urug'idan yo boshqasidan, yonidan chiqqan ildizlari bo'ladi, tomirlar. O'shalardan ham ko'paytirsa bo'ladi. Lekin iloji boricha o'sha yonidan chiqayotganlarga ko'p ham yo'l bermaslik kerak. Chunki yonidan chiqib ketaversa, u yerda ekkan daraxtingiz hosili kamayib qoladi. O'sha uchun yonidan chiqqaniga ham qiziqmaslik kerak. Agar chini bilan sizga nihol kerak bo'lsa, mana shu holatda qalamchadan 15 santimetrda qirqilgan o'sha qalamchalardan erta bahorda nihol qilib olaverasiz uyingizga, o'zingizga qancha kerak bo'lsa. Shu uchun qiziqingizlar qalamchasiga ham. Ko'plar urug'idan ko'paytirib olyapman dedi. Urug'idan baribir geni o'zgaradi. Urug'idan ekkanlarni ham ko'rdim. Katta maydonlarga 400 donalab ekib, keyiniga yuribdi, hosili mayda bo'lib qolgan. Qanday kattalatiraman? Даже Turkiyalardan ham xabar kelyapti menga. Nimaga sizlarniki katta-yu bizlarniki mayda? Bilmadim, bizlarda balkim yerda qolaganidanmi. Bizlarda ham maydasi bor. Asosan mana saratonda sal maydaroq bo'ladi. Chunki saratonda mayda bo'lishi mana daraxt o'zini shaklini olmasdan turib issiqqa pishib qolaveradi-da. Keyin sal maydaroq bo'ladi. Mana kuzgisi, bahorgisi katta bo'ladi. O'sha tomonlardan yaxshi. Bizlarda go'jimizda bitta yana quloyligi daraxtdan uzib yeysa ham bo'laveradi. Faqat me'yordan ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Abidgacha 10 ta, abiddan keyin 10 ta iste'mol qilsa bo'ladi. Lekin mana gibridlashtirilmaganlarni yeb bo'lmaydi. Tarkibi, mevasining tarkibida suv juda ham bir zaharli deyilgan. Bu zaharlisi qanday? Odamni otravit qiladi degan. Otravit qilgani ham yaxshi emas. Odam holsizlanib, kuchsizlanib qoladi, otravma bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa. Yosh bolalarga umuman mumkin emas bo'ladi unda. Bizda mumkin. Mana 3 yoshdan pastiga ikkita, bitta nabirchalar ham yeb o'ynab ketaveradi. Menga ham ko'pchilik aytadi, bu niholni sotma, xalqqa tarqab ketmasin. Men nima qilaman? Men bir umr o'sha mevani yetishtirib qo'yman, undan ko'ra xalqqa tarqasin, xalq foydalansin. Men bir yosh bo'lsam ekan, o'zim rivojlantiraman, hammasini o'zim qilaman. Men ham olmishga boryapman. Erta pensiyaga chiqqandan keyin 1-2 yil rivojlantirishim mumkin, keyin asta chiqaman bu o'yindan. Men ham o'zim uchun yashashim kerak, bir umr ketman urib ishlamayman. Bachalarimga qilaversa, bachalarim bari davlat ishida. Ularning vaqti bo'lmaydi bu narsalar shug'ullanishga. Shunday ekan, xalq shug'ullansin, har bir xonadoniga xalq eksin, o'zlari obespechit qilsin. O'shanda sog'lom yashaydi.
Shumo'shular biza qo'ng'iroq so'rab o'rganib olishsin, sog'lom yashash uchun. Har bir xonadonda 2 dona niholi bo'lishi kerak-da. O'sha o'zingiz ekkan niholni rivojlantiring, mana yonidan chiqqanlar rivojlantirib yotmangizlar. O'shanda hosil ham katta bo'ladi. Maza qilasizlar. Faqat duo qilingizlar meni. Men sizlar duo qilayin, shunaqa barakasi bo'lsin deb. O'sha uchun qiziqingizlar. Go'ji degani, bu go'jini ham yaqinda nomini o'zgartiramiz deyapmiz. Bu haqida men ham videoga qo'yib ketaman, nomi qanaqa nom bo'lishi mumkin. Gojetta.com deb nom berdik. Erta balkim kelajakda buni o'zbekcha qilsa ham bo'laveradi, nimalardir topib. Erta Gojetta.com degani masalan, erta mana chetga eksport qiladigan bo'lsak ham shu Gojiga yaqin narsada bu. Gojetta.com degan. O'sha tomonlarni hisobga olib Gojetta.com dedik. Manaki Gojetta.com. Erta chetga eksport qilamiz desak ham, mana boshqa davlat xalqi ham biladi, Gojiga yaqin. Goji tushunishi oson bo'ladigan maqsadda o'sha yerda Gojetta.com deb nom berdik. Komil ishonch deyilgan. Keyin tabiiy kuch, sog'lom tana deb ma'nosi. Gojetta.com degan ma'nosi. Mana mevalarimiz mana shunaqa holatda bo'ladi. Yoz kuni video qilingan bu videolar. Juda bir serhosil mevada. Bir yilda 13 marta hosil beradi deyilgan. Bizda qisqasini bir 9gami 8gacha hisoblab bordim hosilni. Keyin adashib ham ketdim, nechinchi terim bo'lganini. Endi 15 dan ziyod bo'lar hosilimiz, terimi. 15 terimdan ziyod 20larga borib ham qoladi. Masalan, bugun terib olsangiz, shu terib chiqqancha 3 kundan keyin qip-qizil pishib qoladi. Juda bir serhosil narsa. Endi to'g'ri mehnat sal maydaroq, lekin odam charchamaydi. Chunki tika turib qo'lingiz yetgan joyini tika turib terib olasizdan keyin stolchani qo'yib o'tirib, pastkisini terib ketaverasiz. Odam ko'p charchamaydi terishda. Yoz kunlari issiq paytlari ham terib o'tardik. Bilmayman, qiziqish kuchli bo'lgani uchunmi, umuman charchamasdim men. Tergan sayin havasim kelaverardi. O'sha uchun menga yoqadi bu Gojetta.comga mehnat qilish. Qiziqishim baland bo'lgani uchunmi. Shu terim paytlari ham ildimdan chiqqan bir katta ko'zga yaxshi ko'ringanlarni obava yeb ketaverardim. Men to'g'ri 10 tagacha iste'mol qilardim, undan ko'paytirmasdim. Bir safar 10 tadan ko'paytirib ham ko'rdim yeb. Abetdan keyin edi. Juda bir mazzamni qochirib, qaytqigilarim kelib, ko'nglim aynib, bir boshqachana bo'laverdim. Keyin shundan keyin aytdimki klientlarga, 10 tadan ziyod yemanglar. 10 tadan ziyodisi umuman bo'lmaydi, mazani qochirgan. Ular shu 10 taga yetkazmay, 10 ta shu atrofida yeb ketaverish kerak, erta pishganini. Katta-kattalarni olib. O'shanda mana quritilganini ichib yotmaysiz, yoz kunlari terim payti o'sha mevasini yeb ketaverasizlar. Ta'mi juda bir odamga yoqimli. Shu 10 tadan ko'p yemanglar deyapman, odam sal e'tiborsiz bo'lsa ko'p ham yeb qo'yadi. Chunki ta'mi yaxshida, odam yegan sayin yegisi kelaveradi. O'sha uchun e'tiborli bo'lish kerak. Men sizlarga hali yana ham buni shakl berishlarni ham o'rgatib boraman. Erta bahorda shakl bergan paytda. Faqat shu videomni kuzatib boringizlar. Agar sizlarga ma'qul tushadigan bo'lsa, bitta like ham bosib qo'yingizlar, shu ko'rmagan odamlar uchun ham yetib borish uchun. Erta bu O'zbekistonga keng tarqalishi kerak. Har bir inson, har bir xonadonda o'ssin, har bir inson sog'lom yashasin, uzoq umr ko'rish maqsadida. Inson sog'lom bo'lsa, uzoq umr ko'rsa, yaxshida va yuribdi-da. Davlatimiz pensiya berib turgan bo'lsa, mana nabira evaralarga qarab
sog'liqqa hech nima teng kelolmaydi. Maqsadimiz shu sog'lom yashash, mana ximika dorilarni kamroq iste'mol qilish. O'zi ko'p davlatlar tabiiy giyohlarga qaytgan, bizda nega haliyam ximika dorilar ichida rivojlangan. Mayli, e'tiborlaringizga rahmat. Maniki yangi nomi ana shunaqa qilib nomlandik. Endi shu bo'yicha